tartiblilik hamda uzluksiz rivojlanishni huquqiy va me'yoriy hujjatlarga mos ravishda ta'minlashdan iborat. Ijtimoiy psixologik metodlarda jamoa a'zolari o'rtasida shunday munosabatlarning vujudga keltirilishi nazarda tutiladi, bunda rahbar xodimlarning bemalol erkin harakat qilishi, o'z-o'zini namoyon qilishi, turli jarayonlarda erkin ishtirok etishi, fikr bildirishi uchun shart-sharoitlar va ijodiy muhitni yaratishi zarur. Boshqaruv uslublari bu ish uslublarining to'plami bo'lib, u o'zini faoliyatida ushbu boshqaruv apparatini qo'llaydi. Menejment uslubi bu rahbarning shaxsiy sifatlarining to'plami, rahbarning qo'l ostidagi bilan munosabatda, rahbarning o'z faoliyatini ishlatadigan uslubi va yo'llar, rahbarning xodimlarini amalda birlashidir. Ya'ni bu boshqaruv uslublari uchga bo'linadi. Bu demokratik, liberal va avtoritar. Ya'ni demokratik bu kollegial, liberal bu erkin ish yuritish, avtoritar esa direktiv, ya'ni avtoritar ya'ni bir yakka hokimlik hisoblanadi. Ta'lim muassasasini boshqarish tamoyillari bu pedagogik tizimni boshqarish, demokratiyalash va insonparvarlashtirish, boshqarishni tizimliligi va yagonaligi, boshqarishning markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan holatlarini ratsional uyg'unligi, yakka hokimlik bilan jamoatchilik boshqaruvini birligi, ta'lim tizimini boshqarishda axborotning obyektivligi va to'liqligi bu tamoyillar hisoblanadi. Pedagogik tizimni boshqarish va demokratiyalash va insonparvarlashtirish bu ta'lim tizimini boshqarishda shaxsga alohida hurmat bilan munosabatda bo'lish, unga ishonish, pedagogik faoliyatda subyektga munosabat darajasiga erishish, o'quvchi va o'qituvchining huquq va manfaatlarini himoya qilish, o'z iste'dodlari va kasbiy mahoratlarini erkin namoyish etish uchun sharoit yaratish, insonparvarlik tamoyiliga asoslangan boshqaruv mohiyatini anglatadi. Boshqarish tizimliligi va yagonaligi ta'lim muassasasini boshqarishga nisbatan tizimli yondashuv asosida rahbar ta'lim muassasalari bilan bir butun yaxlit tizim sifatida va uning belgilari haqida aniq tasavvurga ega bo'ladi. Boshqarishning markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan holatlarini ratsional uyg'unligi bu boshqaruvni markazlashtirish keragidan ortiq bo'lganda albatta ma'muriy boshqaruv kuchayadi. Bu holat o'qituvchilar va o'quvchilarning ehtiyojlari, talab va istaklari hisobga olmaslikka, rahbar va o'qituvchining keraksiz mehnat va vaqt sarflashga olib keladi. Shuningdek, markazlashtirmaslikka ham keragidan ortiq e'tibor berilsa, pedagogik tizim faoliyatining sustlashishi ko'zga tashlanadi. Shuning uchun ikkala holatda ham me'yoriy e, tenglik ushlanishi shart. Yakka hokimlik bilan jamoatchilik boshqaruvining birligi tamoyili. Pedagogik jarayonni boshqarishda yakka hokimlikka yo'l qo'ymaslikka qaratilgan. Boshqarish faoliyatida o'qituvchining tajribasi va bilimiga tayanib, turli qarashlarni taqqoslab, oqilona xulosalar chiqarish va o'ta muhimdir. Vazifalarni kollegial hal qilish har bir jamoa a'zosining javobgarligini yo'qqa chiqarmaydi. O'z navbatida yakka hokimlikning o'ziga xos jihatlari bor. Yakka hokimlik pedagogik jarayonda tartib-intizom, vakolat doirasi va unga amal qilishni ta'minlaydi. Ta'lim tizimini boshqarishda axborotning obyektivligi va to'liqligi bu ta'lim tizimini boshqarishning samaradorligini axborotlarning qanchalik aniq va to'liqligiga ham bog'liq. Agar axborotlar aniq, to'liq yig'ilsa yoki haddan ziyod ko'p bo'lsa, qaror qabul qilishda chalkashlikka olib keladi. Ta'lim muassasalarining rahbari o'zining faoliyatini menejer vazifasini ham bajaradi. Shuning uchun u o'z faoliyatida kuzatish, anketa, test, metodik materiallardan keng foydalana bilishi lozim. Ta'lim muassasasi ma'muriyati maktab ichidagi axborotli boshqaruv texnologiyasini ishlab chiqish va uni ta'lim jarayoniga tatbiq etish alohida e'tibor qaratish kerak. Boshqaruv jarayonida axborotni samarali foydalanish ta'lim muassasasining faoliyatining muvaffaqiyatli amalga oshirishiga yordam beradi. Ta'lim muassasasini boshqarishda foydalaniladigan axborotlar turlichadir. Pedagogik kengash ta'lim muassasasini boshqaruv organi sifatida. Pedagogik kengash bu ta'lim muassasasini boshqaruvida, ya'ni ta'lim muassasalarida o'quv tarbiya jarayonini rivojlantirish, takomillashtirish, muassasa faoliyati bilan bog'liq barcha tashkiliy masalalarni muvofiqlashtirish, o'qituvchi va tarbiyachilarning kasbiy mahorati va ijodkorliklarini o'stirish maqsadida pedagogik xodimlarni birlashtiruvchi pedagogik kengash faoliyat ko'rsatadi. Pedagogik kengash ta'lim muassasasi jamoasining yuqori boshqaruv organi hisoblanadi.
Pedagogik kengashning asosiy vazifalari bu: ta'lim muassasasida tayyorlangan muhim hujjatlarni muhokamadan o'tkazish, tasdiqlash va bajarilishini nazorat qilish, o'quv tarbiya jarayonini tashkil etish va samaradorligini oshirishga maqbul shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan qarorlarni qabul qilish, ta'lim muassasalarini maqsad